Nevaram jo'ratdi deman endi o'g'illar. Nevaringizdan rozimisiz? Men Rozimisiz? Keling. So'rang, Hoji bobom shu yerda. Otajon bizlar rozi bo'ling. Keling, yaqinlashing. Dunyoda turinglar. Ko'ringlar iloyim. Duo qilib bering bularga. Ilohim. Amin deb turing, niyat qilaman, yoqsa kanalga obunachi kelishdikmi? Bismillah. Sizning zurriyotingizdan Baytullohning imonlari chiqsin, hofiza Qur'onlar chiqsin, jannatlarda boshingizga toj kiydiradigan farzandlardan chiqsin. Do'stim, Allohning baytiga qalbingiz ila oshiqmisiz bo'lsin. Aynan siz uchun bu video. Siz Rossiya hududidasiz, siz uchun manfaatli reklama qilyapman. Do'stim, nima yomon fikr bildirasiz? Yaxshi manfaatli reklama. Hoji bobo, assalomu alaykum. Sizga qarab. Men hech shu yuragim dovlab o'zimga ishonmayman deydi, to'g'ri gapda endi hoji bola. O'zimga ishonmayman, hijolatman, mayta yo'q o'zimki. Men bir marta borib keldim, Xudoga shukr. Imkoniyating bo'lsa bir marta degan haj amalmida endi qo'ymasida yozilishi. Aytdim borib kelganman, kelinglar bolajonlar, meni tinch qo'yinglar. Yo'q endi birinchi marta Ka'bani ko'rdingiz. Qanaqa hayajon bo'ldi? Endi hayajonni qo'yaverasiz, aytib bo'lmaydi. Har qanday odam ham bir marta eziladi. Har qanday odam Xudo yetkazsin bunday kunlarga, hammani yetkazsin. Eng yaxshi ota onaga yaxshi inom shu farzandni qilgan inobati ekan, yaxshi qilgan amal qilgan xizmatlari ekan. Mana bekka o'sha o'rtachi o'g'lim, nevaram, hozir kichkina nevaracham bir balo qilib tashkil qilib gaplashibdi. O'sha nevaram jo'ratdi deman endi o'g'illar. Shunday qilib kelganmiz dadajon. Qarang, Hoji bobo. Ana shu o'g'lingizdan, nevaringizdan rozimisiz? Men rozimisiz? Keling aka, bitta rozichiligini so'rang. Hoji bobom shu yerda. Otajon bizlar rozi bo'ling. Keling, yaqinlashing. Hammadan roziman balajon. Dunyoda turinglar. Balalaringni, nevaralaringni orzuqatib ko'ringlar iloyim. Duo qilib bering bularga. Ilohim Alloh hech banda har qanday bandani Alloh shukrlarga yetganiga balalarini ham Alloh rizqini bersin, umrini bersin, aql idrokini bersin, inson bersin, har bandani ham balasini Alloh. Shu yaxshi kunlarga xizmat qilsin, ota-onasi xizmat qilib duosini olish, hammalariga gavrasib aylasin. Allohim hammani shukrlarga yetkazsin. Alloh taolo ota-onalaringni, bola-chaqalaringni iloyim hammani nima niyati bo'lsa, shu kelish hammaga nasib aylasin. Yana bir bor kelib, chetdan didor ko'rishaylik.